Azizlar hammaga assalomu alaykum va rahmatulloh. Tak, bugun sana 28-iyun O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi to'liq ma'lumot berdi. Ana shu QR kod RUID ilovasi qanday, nima qo'yadimi, qo'ymaydimi Rossiyaga olsangiz QR kodni. Tak, batafsil bugun hozir 28-iyunga nimasi chiqdi? SMS xabar. Tak, O'zbekiston Airways aviakompaniyasi Rossiya shaharlariga sayohat qiluvchilar diqqatiga 2025-yil 30-iyundan boshlab Rossiyaga vizasiz rejimda kelayotgan chet el fuqarolari uchun yuklab olish mumkin bo'lgan RUID mobil ilovasi orqali oldindan onlayn ro'yxatdan o'tish imkoniyati joriy etiladi. RUID tizimida ishtirok etish ixtiyoriy bo'lib, sinov loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda. QR kodning mavjud emasligi mamlakatga kirishni rad etish uchun asos bo'lmaydi va chegara nazoratidan o'tishga ta'sir ko'rsatmaydi. Kim shuni o'ylab yurgan bo'lsa, sizlarni tabriklayman. Bemalol QR kodsiz ham kelsangiz bo'lar ekan. Rahmat, sog' bo'linglar.